Bu balkim sizlar hozirgacha uchratgan tortlarning ichidagi tayyorlash usuli eng oddiy tort bo'lib qolishi mumkin do'stlar. Buni oddiy deyishimdagi sabab tayyorlashga murakkab material va uskuna ketmaydi. Aralashtirishga apchil bir jup qo'langlar bo'lsa birdamda tayyor qilib olaysizlar. Eng muhimi yerli qatiq bilan qilgan bo'lg'achqa ta'm unchalar tattiq chiqib ketmaydi. Ballarmi, cho'nglarmi xotirjam yelaydi. Qaynamsamiz birlikda tugunaylik. Ketarlik materiallarning gram sonini ekranga tafsiliy yozib qo'ydim. Shu bo'yicha tayyor qilsanglar bo'ldi. Aralashtirishga aplik bo'lgan cho'ngroq qachiga oldi bilan tuxum, shakar, sut, yerli qatiqlarimizni birli vaqtda to'kib, shakar erigicha yaxshi aralashtirib tayyorlab olamiz. Undan keyin suv mayni qo'yib olamiz. Bugun men tortni balam bilan jiyan qizim qilgan bo'lg'achqa, oziqlik qiymati texim yuqori bo'lsin deb Elnuri va Laborat markasidagi yuqori temperaturada qizitishga mos keladigan tunji siqim zaytunni ishlatdim. Mayni qo'yib atgandan keyin may aralashma bilan butunlay berikkicha aralashtirib olamiz. Undan keyin tayyor qilib olgan un, poda, koko talqinini birli vaqtda to'kib olamiz. Undan keyin buni quruq un tugab, munakcha gadas yo'qig'ich yaxshi aralashtirib olamiz. Arqadan o'zimiz yaxshi ko'radigan har qanday shakldagi lesni tayyor qilib, tegin yaxshi bir maylab olgandan keyin aralashmani lesning ichiga to'kib, yaga bir shikkini urib ko'pikchilarini chiqarib etib, oldin qizitib olgan duxovkaga silib 160 gradusda 50 minut atrofida pishirib olamiz. Vaqt to'shqandan keyin buni duxovkadan ilib sovutish uchun qo'yib qo'yib, bu oraliqda tortni bezash uchun azroq material tayyor qilib olamiz. Buni bezashga muqqim mani shiltang demayman. Uyingizda qaysi xil material bo'lsa, shundan bezab olsangiz bo'ldi. Bugun men buni bezash uchun ko'yginalardek pista meg'izi, badam meg'izi, quritib olgan qizilgul, azroq shokolad qiyam ishlatdim. Endi buning bezash shaklini o'zingizlar yaxshi ko'radigan har qanday shaklda bezab olsanglar bo'ldi. Men ko'yginalardek mushta oddiylan bezab qo'ydim. Tort yoki pechin pranik pishirgan vaqtimda soda yoki podaning o'rniga xamir turish ishlatsam bo'lamdi degan savolni bakchiq so'rdinglar. Qat'iy bo'lmaydi jumo. Mana shokoladli qatiq tortimizmi birdamda tayyor bo'ldi. Yetlik tasdiqninglar qilsanglarmi shunchalik yarashidi jumo. O'rganib oldinglarmi?